Tüp mektebinde bu şekilde 1999 yılda başladı. Hem şu yıldan başlayıp indi Raul abi Feyzul'ün ismini yürüttü. İndi Raul abi'nin ismi belirleşti. Biz indi kollegalarla uylaştık da dürüstünde bir yılına tugul indi. Baytaktan geliyor bu fikirlerimiz bizden. Başta pişmağın uyuşturup korağa uyladık. Pişmağın uyuşturduk. Anadolu'da informasya yazıyordu, fotoğrafyalar, türlü kitapların taptık. Uzunluğa da aralaşıp ondan da aldık. Hazır indi bir Raul abi şaltıratam var. Niyazda eyde okuşlar bilen degen, okutuşlar bilen degen, oğula da koytasıp gire şaşırmalı yığardı. Yonameter Raul abi riza, eydegіз koytınız deyip biz maturalarına karşı aldık. Mektepte öttüler, şolay okuşlar bilen aralaşıp maturalarına şaşırmalı ötkürüş verdik. Ahırda Raul abi 2 güne kaldık, söyleşer indi, sırlarımızda ortaklaşarımız, indi problemalarında, inşek feller deyip. Raul abi eyde Niyazda bir de benim muzeyini uyuşturup arasında işe diken. Bu indi de benim ko'ngilda yurgan muzeyini uyuşturup olması degan so'zga fikrga bir zo'r etargich bo'ldi. Shundan so'ng Raul aytadi, uyushtiribmiz da uyushtiramiz. Lekin bitta eshigini Raul Fazliddin muzeyi deb yozib qo'yib qo'ygan, men aytdim, eksponatlar bo'lmasa bo'lmaydi. Niyazda mendagi burungidan qolganday, mana peshatli mashinalar bordi. O'zim shunday she'rlar yozdim deb, hozirgi zamondagi kompyuter zamoni, ular menga kerak tugul, to'zon deb yotavar. Aytaylik shu uyushtirib. Bu bir qaraganda bitinde peshatli mashinalar, bular yozuv mashinalari, ular raritet formasında menda hozir shunday qoldirib deydi. Antikvariat formasında deb aytaymi, siyrak uchraydigan masalalar. Biz rizo bo'ldik, mana bunda ko'rasiz, biz olib qaytdik hozir. Raul bilan elemtalar bizning gelgish telefondan bilan uchrashib, telefondan сөйләшеп turamiz. So'nggi uchrashuvimiz mana Raul bilan Umar Kalidoskopi degan kitobini taqdim etuvda bo'ldi bizning o'zimizning rayon madaniyat yurtida. Unda uchrashdik. Anda sirlashdik, сөйләштик endi. Turli eksponatlar yonidan she'rga o'yladik. Bugungi kunda shu Tatar tili kabinetining Raul bilan muzeyi deb uyushtirib tirishamiz. Ekranga eksponatlar she'rga ham kengaytirishakmiz. Onun o'zining bor o bizga qaytardi shaxsiy kitobxonasi. Mana bunda endi ko'rib turasiz. Raul bilan dars hazırlagan ustalning uyindan borib oldik. Mana bu lampaning durust datsini bilmayman qachon chiqqanini, izlab qaradim, topolmadim. Mana bu shuqlarına qalsa, büyük saqlab bilan qolgan kerak, taralib o'tirib bir elektrik lampa. Balki Raul abi ana vaqtida o'tirib darsda hazırlagan. Degan ben aytib bo'lmay, o'zim ko'rgachdan aytib so'rashimiz. No, qarqada u ana uyidan kelgan. Bunda oğullar elinden kelgan olan bo'lsa. Mana shunday ishlar bilan shug'ullanamiz bugungi kunda. Endi muzeyni Alloh bersa, Alloh tilasa, zo'raytib, dag'anda kengaytib, motorlab, eksponatlar ziyib, endi narsa ofitser ravishda shu Tatar tili kabinetining eshigini Raul Fazliddin shoir Raul Fazliddinning kabinet muzeyi deb yozib qo'yamiz. Birden-bir, tuğan el birden-bir, eniyin birden-bir, etiyin birden-bir, sen özün birden-bir. Kalırsın bir günde dünya karşında birge-bir, havflar aldığında birge-bir, sınavlar aldığında birge-bir, borçlar aldığında birge-bir, namuslar aldığında birge-bir. Başkalarına şuna ne diyer? Vatanım, etiyin eniyin, alarının hükmü in kadir birden-bir, etiyin eniyin kuanıp duyulmaz, etseler, ol yigit ilde bir.